أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifat bilen Sure Ali İmran'ın 154. ayeti keldik. Hozir o'qigan oyatmi shu Uhud g'azosiniki Uhud g'azotida bo'lgan ahvollarniki davomi. Alloh taolo Uhud g'azotida mo'minlarga dastlabda g'alaba ato qilgan, keyin payg'ambar alayhissalomniki amriga xilof qilgani uchun tog'dagi o'qiyotchilar. Undan g'azotniki yo'linishi o'zgarib mag'lubiyatga yetkazganda, undan keyin Alloh taolo g'alaba ato qilgan. Hozir 154 oyatda keyin yana Alloh taoloning g'alaba ato qilganligi haqidagi mazmunlar so'zlangan ekan. Estaizu billah. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Yani ondan Allah Teala sizlarga g'am qayg'uninkin aminlikni tushirib berdi deydi. G'amnikin Alloh sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdak bosdi. Yana bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Bular jahiliyat davri kishilariga o'xshash Allohga qarata noto'g'ri gumonlarda bo'ldi. Ular bizga Alloh va'da qilgan g'alabadan nasib bormi deydi. Aytqanki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkor qilmaydigan narsalarni o'z ichida yushirishidi. Ular agar bizga g'alabadan ozroq nasib bo'lsa edi, bu yerda o'tirilmay to'xtaydi. Ey Muhammad alayhisalom aytqanki, agar sizlar uylaringlarda bo'lgan taqdirdami, oranglardagi o'ltirilishib pitib-etilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ladigan joylariga berishidi. Allohning qazosidan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Allohning bunda qilishi ko'nglinglardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Alloh ko'ngillardagini yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilguchidir. Yani amanatan degan amnan, ya'ni aminlik tushirdi. Nuasan degan ash amanatandan badalkan. Yani bu aminlik nimadan iborat desa, müjdekten iborat. Yani bir müjdekmi Alloh taoloninki bir ne'mat ekan hamda uyqu. Yağışa degan yağışaning faili shu nim bo'ladi. Fail bo'lib, zamir bo'lib, o zamir shu amanatanga nuasin qaytadi, nuasin. Yani qablida o müjdek sizlarning ishinglardan bir toifini. Yağışa degan yağışa, tağışa deb ikki xil o'qildi ekan. O müjdek bosganlar kimlar desa, mu'minlar. Ular tahtal hajafi degan shu qalqonlarning ostiga sing'ayan bo'lib, sing'ayan bo'lishga va qilishlari ularning qo'llaridan tushib ketishga boshladi. Yani müjdek bosgandan keyin shu qilishning qalqonlarning ostida sing'ayan bo'lishga bo'lgan ekan, uning qilishlari qo'llaridan tushib ketgan ekan. Endi va toifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Yeni bir toifa bo'lsa, ular o'zlari bilan bo'lib ketdi deydi. Yine g'am bostirdi ularni ularning nafslari. Yine elib bordi ularni ash nafslari g'am qilishga. Yine dushman yana qaytadan hujum qilib kelib qolarmi deydigan ashda bir qayg'uga patdi demoqchi ekan. Fala rig'bata lahum illa najatuha. Ularning birdan bir orzusi faqatla shu nimadan qutulish edi deydi. Jonlarini qutuldirish edi. Dushmandan shu o'zini qutuldirish edi. Payg'ambar alayhissalom va payg'ambar alayhissalomninki sahobalaridan boshqalar. Ular
Ve humul munafiqun degan falam yanamu. Yine uxlamaganlar shu munofiqlar ularni mugidak basmadi, ular uxlamadi. Ular shu jon qayg'usidan bo'lib ketgan ekan, ko'z uyqumi kelmagan gapda u yerda. Yazunnuna billahi g'ayril haqqi zannal jahiliyya. Ular Alloh qarta yomon gumanda bo'ldi deydi. Yomon o'yda bo'ldi. Jahiliyat davrininki gumoniga o'xshash o'sha yomon gumanda bo'ldi. Qanday desa, ular shunday e'tiqod qildiki, payg'ambar alayhisalom o'ldirildi yoki ular g'albiga erisholmaydi deb ashta e'tiqod qildi. E'tiqod qilganligi uchun ashta yomon gumanda bo'ldi demoqchiman. Yaquluna ular dediki, hallana minal amri min shay. Agar bizga va'da qilingan yordamdan al amr degan bu yerda shu an nasrullazi va'idnahu degan bo'l ekan. Bizga va'da qilingan yordamdan biror narsa bo'lsa edi deb shundoq deydi. Aytqinki Muhammad alayhisalom ularga innal amra kullahu lillah. Haqiqatan ham ish Allohning ilkididir. Kullahu degan nasb bilan o'qildi. Nasb bilan o'qilgan chog'da al-amraninki al-amrani ta'kidlab kelgan bo'l ekan. Rafi bilan kulluhu deb o'qilsa, kulluhu deb o'qishmi joiz ekan. U chog'da qanday i'rob qo'yildi desa, kulluhu degan mubtada bo'lib, uning xabari lillahi bo'ladi deydi. Yine el-qada'u lahu yef'alu ma yasha'u. Hüküm Allah astur, Allah xalqan narsani qiladi deganlik bo'ldi. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Ular ichlarida og'izda oshkor qilmagan narsani yushirishadi. Yuzhiruna. Yubduna degan yuzhiruna degan bo'ldi ekan. Yani sana oshkor qilmagan og'zi demagan gapni ular ko'ngillarida yushirishadi. Yaquluna. Ular deydiki, yani oldingi so'zni bayon qilib keldi deydi. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. Eğer bizge azrak ihtiyarlık boğan bolsaydı, bu yerde öldürülmeyi doğru. Yani لو كان الإختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل. Eğer bizde ihtiyarlık boğan bolsa, ihtiyarlık bizge berilgen bolsa idi, biz bu urushga chiqmagan bo'lardik, o'ldirilmagan bo'lardik deb shundoq deydi. Lekin biz majburiy holat chiqarildik deb shundoq deydi. Aytganki Muhammad alayhissalom ularga لو كنتم في بيوتكم أجر سلا أيلرنا دبعهم بوصغلامو إن سلا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Yani peşanesiga o'ltirilish putilgan odam sizlarning ichinglardan hamda o'zlarininki ash yiqilgan yer tishlaydigan joylarga borgan bo'ladi. Ya'ni madojihim degan yotadigan joy degan gap emas. Masoriahim yana yiqildigan yer tishlaydigan joyga borgan bo'ladi. İnsanın pişanesiga putilgan u o'lim uyda o'ltirib olsami, uning g'amini yetib keladi degan gap bo'ldi ba'zilarimda. Va fiikum man kataballohu alayhil qatla. Sizlarning ichinglarda Alloh taolo peshonasiga o'ltirilishni kutib o'tgan odamlar bor. Labaraza degan xaraja, yani chiqqan bo'ladi. Shundan bir kishilarki putildi, ularga o'ltirilish. Yani sizlarning ichinglardan peshonasiga o'ltirilish kutib o'tilgan, yozilgan bunday odamlar o'zlarining shu masori' degan joy, shu yiqilgan joyiga chiqqan bo'ladi. Chiqib ashada o'ltirilgan bo'ladi. Velem yuncihim qu'uduhum. O'yladi o'ltirilishi ularni o'limdan qutulib qololmaydi. Chunki Alloh taoloning qazosi hukmi kainun la mahalata. Shak shubisiz yuz ber bo'lg'uchidir, amalga oshquchidir deydi. Veliyebtaliyallohu ma fi sudurikum. Ammo veli yebtaliyallohu degan sinash uchun Alloh taolo sizlarning qalbinglardagi narsani sinash uchun. Ne bo'ldi desa, yana fu'ila ma fu'ila bi Uhud. Uhud g'azotida yuz bergan ishlarning hammasi shu sababdan yuz berdiki, shu sababdan qilindiki, sinash uchun Alloh taolo sizlarning qalbinglardagi narsani, sizlarning qalbinglardagi ixlosni va nifoqni sinash uchun. Vali yumahhisa ma fi qulubikum va qalbinglardagi narsani ayirish uchun deydi. Ah bilan qorinni ayirish uchun. Shunda qildi. Vallohu alimun bi zati sudur. Halbuki Alloh taolo qalblardagi narsani bilib turuvchidir. Allohga hech qanday narsa maxfiy qolmaydi. Haqiqatan Alloh taolo sinaydi kishilarga oshkor qilish uchun.
Yani Allah Teala o insanların kalbideki dersini burundan biletti. Özünün ilmi ezelisi de biletti. Lekin bu yerde insanların şu yaxşıdan yamanını bir o'ttirg'i chiqarish, shuni kishilarga ko'rsatish uchun sinash maqsadida shundoq qildi demoqchi bu yerda. Shundoq qildi. Hamma ish shundoq. Bu hozirgi ahvollarni bizga gap beryotdi. Bizning hayotimizda va bun tagi qiyomat qoyim bo'lguncha Alloh taoloninki qonuniyati mushu hamda. Bizning hayotimizda mucho yuz berib turdi bunday ishlar. Hammasi shu Alloh taoloninki sinoqlari. Alloh taolo burun bilmaydi emas, biladi. Faqatla shu yaxshini yomonni o'tirg'i chiqarish uchun Alloh taolo shunday imtihonlarni bizga avatarkan. İnnellezîne tevellev minkum yevmel takal cem'an. Hakikaten sizlerning ichinglardan urushdan qochganlar ikki to'p uchrashgan kunda. Ya'ni musulmonlar to'pi bilan kofirlar to'pi Uhud g'azotida uchrashgan kunda e, urush maydonidan qochganlar, keyniga chekinganlar ular olsun musulmonlardir. 12 kişiden başkalaydı. Şu Peygamber Aleyhisselam bilen Resulullah'ın yanından kaçmayı müstehkem tutan 12 sahabeden başka Müslümanlar şuna kaçkan. Uruş meydanından kaçkan kenarında. Bular Müslüman anlıkı münafıklar emas, Müslümanlar. İnnemâ istezellehumüş şeytanu bi ba'di mâ kesebu. Ularni şeytan özünün vesvesi bilen teyildirip etti. Ularninki qilib sağan kesip kılan bazı günahlarının sebebi bilen. Ularniki şu qilib sağan günahları nimeden ibaret derse Resulullah'ın emrine muhalefetçilik qilish deydi. Resulullah urush meydanına qaçmanglar degan shu emrga muxolifatchilik qilishni o'ylaganligi shu ish ularni yuz berganligi uchun shayton ularni shunda tiyildirib etdi. Valaqad afallohu anhum. Shunda bo'lsa Alloh taolo ularni afu qildi. Yani Allah ularning qalbidagini biladi, ularning qalbida bir nifoq yo'q bo'lg'achqa Alloh ularni afu qildi deydi. Afu qildi. İnnalloha g'afurun halim. Haqiqatan Alloh taolo mag'firat qiluvchi zotdir. Mu'minlarni mag'firat qiluvchi Halim zattor. Yine cezalashga aldırıp ketmeydi o. Asilarni cezalashga aldırıp ketmeydigan zattor. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine keferu. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. Ey iman etgan müminler, sizler bolmanglar münafıklara okşaş. Yani küpürlük kılgan ve kerindaşlarına safarga chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yanimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ltirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Alloh haqqi buni ularning dillarida hasrat qilsin. Alloh tirildirdi va o'ltirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldira olmaydi. Alloh qilmishinglarni ko'rib turuvchidir. Yani bu yerdeki küfürlük kılışlar kimlerse münafıklar deydi. Ve kalu li ihvanihim. Özlerinin kırındaşları için ularning şan haqida safar qilgan, zaminda safar qilib shu o'lib ketgan yoki g'azotga chiqib shu g'azotda o'ldirilgan qarindoshlari haqida agar ular bizning yonimizda bo'lgan bo'lsa edi, jim turgan bo'lsa demoqchidamdi. Ular o'lmaydi, o'ldirilmaydi degan mushunda kofirlarga, munofiqlarga o'xshash bo'lmanglar. Yana la taqulu ka qawlihim. Ularning so'ziga o'xshash gapni qilmanglar. Yani insanın ağzının bazı bilip bilmem aşıda hata gelip çıktığı işler bulu demdi. Hazır davamlı yüz berip durgan işler bu. Yine öyle cim ottağın bolsun mu davam maytı. Deyilgen gepler şu hata gep demdi. İnsan takdirge yani çin tutmayan bir mana çıkıp kalı da yani. Hem iş Allah'ın ilkidi başka takdirge zid keldiğin aşağı gep sözlerini kılması gerek. Her kına Müslüman. Liyec'alallahu zâlike hasreten fi kulubihim. Allah buni ularning qalblarida bir hasrat qilib etsin. Ana shu gapni ularning ishining oqibatida ularning qalblarida hasrat qilib etsin. Ama vallohu yuhyi va yumit. Ama Alloh taolo bizga har bir mu'min musulmonninki qandoq e'tiqodda, qandoq aqida bo'lish to'g'riliq bizga ta'lim beryapti mana.
Allah tirildirdi, öldürdü. Hemmiş Allah'ın ilkide. Fela yemne'u anil mevti ku'udun. Uyunlarda onu köpelerde oturuverişinla sizlerini ölümden tosip kalalmaydı. Yetip böyle etip böyle diyen gep şu da benim. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah Teala sizler kılıvatkan işin emmeni körüp durguşudur. Sizlerni aşın karta cezalaydı ve mukapatlaydı. Ve la in kutiltum fi sabilillahi ve muttum. Eğer la in degan lamu qasamken. Yani qasamki Allah'ın yolunda cihat kılıp öldürülsеңлар yoki ölüp ketsеңлар la magfiratun minallahi ve rahmetun. Allah tarafından bo'lgan magfirat ve rahmet sizler toplagan dunyodan yaxshidir. Muttum degan muttum mittum deb ikki xil o'qildi ekan. Muttum bo'lgan chog'da yani mata yamutudan chiqqan bo'ladi yoki mata yamatudan chiqsa shu mittum bo'ldi ekanda o'sha chog'da. Yani muttum degan atakumul mautu fihi. Yani Allah yolda sizlarga ölüm kelsa. La magfiratun. Allah tarafdan bo'lgan mag'firat sizlarning gunohinglarni mag'firat qilish va rahmat sizlarga bo'lgan rahmat Allah tarafdan bo'lgan sizlarga bo'lgan rahmat ana shuni qarta. Albatta yaxshidir. Lam la mag'firatundagi lam va uni madxuli. Madxuli degan shu lam mag'firatun minalloh degan shu so'zlar demoqchi. Qasamning javobi. Qasamning javobi bo'ladi. U mubta fe'lning o'rnida mubtadodir. La mag'firatun minalloh degan shu mubtado bo'ldi ekan. Jumlaning egisi uni xabari nima bo'ldi desa, xayrun mimma tajma'un degan jumlaning xabari. Yine sizlar toplagan dunyodan yaxshidir. Tajma'un yajma'un. İki xil o'qildi ekan. Vela in muttum ev qutiltum. Agar sizlar bu mu qasamning lami deydi. Qasamki agar sizlar o'ltirilsanglar yine bil vajhayn degan muttum mittum yuqoriga o'xshash. Agar sizlar o'ltirilsang o'lib ketsanglar yoki o'ltirilsanglar jihatda va jihatdan boshqa ishlarda ishlar o'ltirilsanglar la ilallohi tuhsharun. Qanday holatda o'lib ketsanglar yine Allohning dargohiga hashr qilinsizlar. Boshqa tarafga emas shu Allohning dargohiga yig'ilasizlar oxiratda. Alloh taolo sizlarga jazo beradi yo mukofotlaydi deydi. Mana bu muhim bir aqida to'g'risidagi darsda bu. Yine uyda o'tirib olish qo'rqinchaqlik insonni o'limni qutuldirib qololmaydi. Botirlik insonning ajrini olib o'sirolmaydi degan muhim bir qoida bor. Aqida haqidagi muhim dars. Alloh taolo hammalarni bu shu sog'lom aqidaning ustida bo'lib, shu sog'lom aqidaning ustida yurib ketishimizga nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.